Assalomu alaykum. Hammamiz ham bir vaqt o'tkazib, ozgina o'ylab, bir kimnidir xafa qilib qo'ymadimmi, kimdandir uzr so'rab qo'yishim kerakmidi deb bir o'zimiz tahlil qilib qo'ysak yaxshi bo'larmidi. Shunaqa bir o'ylanib, yig'ilishga, bir oshga yig'ilganimizda sinfdoshlardan uzr so'radim. Oshlar xafa bo'lmaysizlar. Yoshlikdami, katta bo'lgandami, shu bir-birimizdan o'tgani bo'lsa, mendan o'tganiga uzr dedim. Bitta sinfdoshimizga sal ta'sir qilib ketib qolgan ekan shiknik. Urushib mushtlashganimiz yo'q-da. Ozgina so'kishganmiz. Kushidan ham o'tgan, mendan ham o'tgan. Men kechirmasamchi deylar. Aytdim, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam baxshiga kechirganlar. Men endi bilmadim, bu mardlikmi, shu haqiqatda bo'ynimizga olib uzr so'rab qo'ydim. Sizdan ko'proq o'tgan, mendan ko'proq o'tganmi? O'zingiz bilasiz. Mendan uzr so'rash, sizdan kechirmaslik endi sizdan deb qo'ydim. Endi haniga asli buni bo'yniga olib uzr so'rash sal qiyin masala ekan. Biroq uzr so'raganda, kechirim so'raganda kechirib qo'yaveraylik. Arzimagan narsani Alloh taoloning oldiga olib bormaylik. Mana shu meni so'kkan edi. Ya Allohim, qasdimni ber demaylik. Shunaqa.